ko'p hurmatli shahrimiz aholisi hamda kitobsevar kitobxonlar. Mana haftaligimizning 3-kuniga ham yetib keldik. Bugungi tadbirimiz Dilfuza Topirovaning Ko'ngil bitiklari kitob taqdimoti. Barchangizni kitob taqdimotimizga taklif qilamiz. Nurotdagi kitobxonlik haftaligimiz boshlangan. Hozirda O'zbekiston Kitobxonlar Yurti 5-Respublika Kitobxonlik haftaligi bo'lib o'tmoqda. Agar bizni Instagram, YouTube, Telegram kanallarimizga, Facebooklarga a'zo bo'lgan bo'lsangiz, har bitta kunda bo'layotgan tadbirlarimizni yoritib boryapmiz. Mana bugungi tadbirimiz kitob taqdimotiga to'g'ri keldi. Bugungi kitob taqdimotimiz Dilfuza Topirovaning Ko'ngildagi bitiklar degan kitobini taqdimotini qilib o'tamiz. Onangmi deb o'rtoqlari so'rasa, ha deb qo'ya qoladi. Onasini oldiga maktabga borib, yoniga borishga ham hatto uyaladi-da, uni farroshligidan uyaladi. O'sha ayol maktab kunlarini bu bolasini halol mehnat bilan boqadi. O'g'irlik yoki boshqa yomon yo'llar bilan emas. Keyin bir kuni haligi bolaga uyga kelib to'polon qiladi. Hamma o'rtoqlarimda eng so'nggi rusumdagi telefon menga ham olib berasiz. Ona agar meni o'g'lim desangiz, ona keyin majbur bo'ladi, bor pensiyasini yig'ib, pensiyalarni ham maktabda ishlaydi bechora. Mana shu kitoblarni biz o'qisak, ma'naviyatimiz oshib, biz o'zimizning yo'limizni to'g'riligini topa olamiz. Shuning uchun men bir she'rimda shunday yozgandim: "O'ylamoq uchun she'riyat mulkiga bir sho'ng'ib ko'ring. Hayot saboqlari keladi ustun, shu shoda marjonlar kitobda biling."